Ko'pchiligimizga qiziq bo'lgan laboy datchik orqali mashinangizni ochishni ko'rsatib qo'yamiz. Birinchi navbatda zamokka yoqib qo'yamiz va eshikni ochib qo'yamiz. Keyin laboydagi datchigimizga 10 marta uramiz. Har bir urganimizda ko'k margat qiladi. Shuni ko'rib turasizlar. Katta saniyamiz. 10 marta urganingizdan keyin qizil chiroq margat qiladi. Shu holatida sizlar 4 ta kod qo'yishingiz mumkin. Biz sizlarga 1 dan 4 gacha bo'lgan kodni ko'rsatib o'tamiz. 10 ta bo'ldi. Qizil chirog'imizni margat qilgandan boshlab kod qo'yishni boshlaymiz. 1 marta urdik, bizning qizil chirog'imiz 1 marta o'chib yonadi. Keyingisiga yana margat qiladi, keyingisiga 2 marta qo'yamiz. Ya'ni 2 marta o'chib yonadi qizil chirog'imiz, ko'rishingiz mumkin. 3-kodni qo'yamiz, yana mana qilib turadi. 1 2 3. Ko'rishingiz mumkin. Yana 1 2 3. 4-kodni qo'yishni boshlaymiz. 1 2 3 4. Ko'rishingiz mumkin, mana ham o'qisanglar bo'ladi. 1 2 3 4. Bir marta ovoz beradi. Kodga tushdi. Endi xudo xolasa kalt ichiga qo'yib turib tekshiramiz. Pultni ichkarida qoldiramiz. Ochishni boshlaymiz. Kodni terishni boshlaymiz. 1 2 1 3 4. Kodga qarab turasizlar, ochiladi. Ko'rishingiz mumkin, kodimiz o'xshadi. Sizlar xohlagan kod qo'ysanglar bo'ladi. Bundan ham yaxshi, bundan ham foydali kontent ham oldinda obuna bo'lib qo'yinglar.